Assalomu alaykum hammaga, qadrli yurtdoshlar. O'rdak jo'jalarimiz sotilyapti. O'rdak jo'jalari tabiatan immuniteti baquvvat, kasallikka kam chalinadigan hisoblanadi. Bu jo'jalarimizdan 2000 dona bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq Beshariq tumanida. Kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Bundan 2000 ta bor. Ob'yomga, donaga bozorchilar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hammasi sog'lom. Bugun 24-may sanasiga 2025-yil 24-may sanasiga 13 kunlik bo'ldi. Jo'jalarimiz narxi 16 ming so'mdan berilyapti. Yana ob'yomda bo'ladiganlarga kelishtirib beraveramiz. Yana bitta narsani hisobga olinglar. Vaqt o'tgan sari jo'jalarni yeb ichganini hisobiga narxi oshib boradi. YouTube'da bunchalik narx eshitgandek, siz buncha deyapsiz degan gap so'z o'qimaslik uchun aytayapmiz. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasini, O'zbekistonda shu hamma viloyatlariga, Qozog'iston Respublikasiga chiqarish imkoniyatlarimiz bor. Faqat dastavkalar отдельный bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Egasining nomerini pastga videoning tagiga yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, narxini kelishib netib olaverasizlar. Jo'jalarimiz hammasi sog'lom, hamma vaksinalari, privkalari qilib borilyapti. Hozir uy sharoitida ham boqsalaring bo'ladi. Endi tez o'zgaradi, tez katta bo'lib qoladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Aloqaga chiqarasizlar bemalol. Agar mabodo tagiga sotildi deb yozib qo'ysak, demak tugagan bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Nomerga o'tib ko'pchilik kommentariyaga yozyapti. Sotilgandan keyin sotildi deb yozib qo'yapman. Nomerni o'rniga yozib qo'yapman. Agar nomer turgan bo'lsa, bemalol chiqarasizlar. WhatsApp, Telegram hammasi bor. Agar mabodo egasi telefonini olmasa, 91 123 46 53 nomeriga telefon qilsalaring, men o'zim gaplashtirib qo'yaman. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Like, podpiska bosing, eslaridan chiqmasin.